Prezident Andijonga 1 trillion so'm yo'naltirishni aytdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Andijon viloyatida qo'shimcha 1 trillion so'm yo'naltirishni aytdi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 16-aprel kuni viloyatda kompleks rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazgan yig'ilishida ma'lum qildi. Yig'ilishda Andijon hamma sohada islohot ijrosiga astoydil kirishib, odamlarning kundalik hayotiga ijobiy yo'naltirishni tez olib borayotgan hududlardan biri ekani ta'kidlandi. O'tgan yili viloyatda 4 milliondan ziyod yangi tadbirkor ish boshladi. 51 ta korxona kichikdan o'rta toifaga o'tgani, 13 tasi yiriklashgani, shuningdek, bir yilda 450 million aholi ishga joylashgani aytildi. Qayd etilishicha, viloyatda 1,5 million kvadrat metr turar joy va 850 ming kvadrat metr noturar joy obyektlar qad ko'tardi. Buning hisobiga o'tgan yili savdo va xizmatlar 13% ga, sanoat 7,5% ga oshgan. Shuni hisobga olib, viloyatga qo'shimcha 1 trillion so'm yo'naltirishni aytdi. Viloyat hokimligi, viloyat tashkilotlari rahbarlari, 16 ta shahar va tuman hokimlari aholi va tadbirkorlarni har kuni eshitib, hozirgi suratni saqlab qolish shartligi ko'rsatib o'tildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida 15-aprel kuni Andijon viloyatiga yetib borgan. Davlat rahbari Yangi Andijon shahridagi Yangi O'zbekiston bog'iga o'tayotgan xalq sayriga so'zga chiqib, Zahiriddin Muhammad Bobur xotirasini abadiylashtirish maqsadida Yangi Andijon shaharchasiga Bobur shahri deb nom berishni taklif qildi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.